Yandex.Go'dagi 500 so'mga mahsulot xarid qilish mumkinligini bilarmidingiz? Bu shirinlikka tayyorlanishiga yarim soat ketsa-ku mayli, duxovkasiz pishadi desam ishonasizmi? Ovora bo'lib do'konga chiqib yurmasdan, qo'limizdagi telefondan Yandex.Go'ga kirib, Yeda bo'limiga o'tamiz. Magazin bo'limidan Makro supermarketiga kirib, o'zimga kerakli bo'lgan mahsulotlarni tanlab oldim. Shirinligim uchun kerakli bo'lgan hamma mahsulotlar bir zumda yetib keldi. Shu 10 ta tuxum menga atigi 500 so'mga tushdi. Idishimizga 3 dona tuxum, 1 stakan shakar, 100 gram o'simlik yog'ini solib aralashtiramiz. Ketidan 180 gram un, 2 osh qoshiq kakao, 1 choy qoshiq razzaxlitini solib yaxshilab aralashtiramiz. Oxirida 1 stakan qaynoq suv solamiz. Shunaqa suyuqroq massa hosil bo'ladi. Skоворodkamizga yog' surtib, 2 cho'michdan massamizni quyib, ikkala tarafini xuddi blinchikdagi o'rta olovda pishirib olamiz. Qaymoq bilan sgushonkadan esa morojniy krem tayyorlab olamiz. Pishgan ko'zlarimizdan chetini tekis qilib dumaloq qilib kesib, tayyorlab olgan kremimizni surtib, yig'ib olamiz. Chetidan ortib qolganlarini esa maydalab, cheti va ustiga sepib chiqamiz. Albatta tayyorlab, 500 so'mlik aksiyadan ham foydalanib qoling. Eslatib o'taman, 500 so'mlik tovarlar faqat magazinlar bo'limidagi birinchi buyurtma uchun. Birinchi buyurtma uchun esa yetkazib berish mutlaqo bepul.